sovuq tushishi bilan ko'pchilik ayollarni pochkasi, ya'ni buyragi bezovta qilib boshlaydi. Boldir mushakimizni buyrakka qanaqa aloqasi bor? Judayam katta aloqasi bor. Qaranglar, mana shu liniyadan bizani buyragimizda nima muammolar borligini aniqlasak bo'ladi. Mana shu nuqtalarda og'riq bo'ladi yoki bo'lmasam tugunga o'xshagan do'ngaliklar hosil bo'lgan bo'ladi. Agar boldir mushaklarini bo'shatsak, massaj qilsak, o'z-o'zidan pochkani holatini yaxshilashga yordam bergan bo'lamiz. Chunki 10 boldir mushaklari buyrakka javob beradi ishlashiga, chap boldir mushaklarida qon aylanishi esa yurakni ishlash faoliyatiga motor vazifasini, ya'ni qonlarni, limfalarni tepaga qarab ishlaydi. Ya'ni pochka, yurak ikkinchi etaj bo'lsa, birinchi etaj bu boldir mushaklari hisoblanadi. Men nimaga YMH terapiya bilan visceralniy terapiyani idealniy terapiya deb aytaman? Chunki YMH terapiyada boldir bilan ishlash bu hamma elementlar bor. Visceral terapiyada bo'lsa, u abdominal massaj hisoblanadi. Primoy organlarni o'zi bilan ishlanadi. Ularni ikkalovini baravar qilganda idealniy rezultat bo'ladi. Ham pastdan, ham tepadan.